90 kilo vazn toifasi. Официальное представление бойцов и первое синий угол Кок Бурчак. Бойцу 26. Его рост метр 87 сантиметров, вес 90 кило ровно. Он мастер спорта по джиу-джитсу, мастер спорта по майтаю, мастер спорта по ММА. Представляет бойцовский клуб «Горос Бишкек, Кыргызстан» Магомед Исаев. Raqibi Qizil Burchak, hamyurtimizning yoshi 31da, bo'yi 183 cm, vazni 90 kg. Он мастер спорта, трехкратный чемпион Узбекистана, чемпион Азии, обладатель Кубка мира по рукопашному бою, представляющий Ichki ishlar vazirligi, Kovboy Fit Farg'ona Oltar O'zbekiston. Bardak Shukurjon Abdurahimov. Demak, Shukurjon Abdurahimov Bardak nomi bilan tanilgan ushbu hamyurtimiz yuqorida ta'kidlab o'tdim. Yurtimizda ilk tashkil etilgan Amir Temur Fighting Championship ligasi chempioni. 5 ta jang va 5 ta g'alaba. Bardak dedingizmi? Ha, bardak. Bardak kerak emas. Tinchgina jangni ko'ramiz hozir. Oktagon ichida. Magomed Isayev esa 3 ta jang va 3 ta g'alaba. Birinchi raund boshlandi do'stlar. Low kick bilan boshlanyapti. Yaxshi kutib oldi. Oldingi qo'lda yon tomonga yo'llangan zarba bilan Tezkorlik albatta hamyurtimiz tomonidan bo'ldi hozir birinchi zarbada. Yaxshi qochib qoldi zarbadan va zarba yo'lladi. Tana qismiga zarba. Farg'ona viloyatidan Shukurjon O'zi Milliy gvardiya xodimi murabbiyi Odil Sirojiddinov. Yana bir low. Lowlardan ehtiyot bo'lish kerak, ayniqsa Magomed Isayevni bazasi Muay Thai ekanligini aytib o'tdi. Makroveshni middle kickga og'ir zarba. Yaxshi kutib oldi yana oldingi qo'lda Shukurjon. Davom etamiz. Jang referisi Alil Mameyev diqqat bilan kuzatib bormoqda. Tanaga zarba. Overhand va middle kickni qo'shib yubordi. Birinchi raqamli jangchi bo'lib ishlayapti hamyurtimiz. Magomed Isayev esa qarshi hujumda hozir oldinga zarbalar bilan boryapti. Ajoyib, ajoyib. Yaqin masofadagi kurash, takedownga harakat bo'lish ehtimoli bor. Hozircha menimcha vaziyatdan chiqib ketgan ma'qul. Ya'ni jangni stoykada davom ettirsa, menimcha ustunlik ko'zga tashlanyapti hamyurtimizda. Yaxshi. Qizil zarbalari Isayev. Ikkisi ham hali mag'lub bo'lmagan. Ikkisi ham g'alabali seriyaga ega. kilogramm toifasida bo'lib o'tyapti ushbu jang. Shu sababdan har bir zarba og'ir va nokautbop bo'lishi mumkin. Oraliq vazn toifasi deyiladi odatda. O'rta vazn hamda yarim og'ir vaznning orasi. Yaxshi va yakuniga yetkaza oldi, biroq harakat qilmoqda Isayev. Kerak, takedown amalga oshdi, faqat nazorat yo'q hozircha. Isayev hozir ustunlikni qo'lga olmoqda va pozitsiyani ushlayapti. Tizzalar to'qnashuvi juda ham bir Muay Thai bo'ladigan bo'lsa, agar hozir ustunlik ko'proq Isayev tomonda bo'ladi, agar mana bunday klinch holatida. Ha, albatta. Ayniqsa tizza zarbalari unga qo'l keladi. Lekin vaziyatni o'zgartirdi Shukurjon va jangni parterga ko'chirishga harakat qilmoqda.
Yomon emas. Abdurahimov Panjar yonidagi kurash davom etyapti. Zarba hamyurtimizdan aniq chiqmadi. Takedownga harakat bir oyoq bilan davom etyapti hozircha. Zarbalar o'tkazyapti hozircha. Lekin u juda ham chidamli jangchi ekanligini o'sha Islom Baltayev bilan jangda ko'rsatgan edi. Chempionlik jangida, ATF ligasida. Faollik so'rayapti Halil Mamayev. Albatta, odatda muxlislar bunday janglarni yoqtirmaydi. Ya'ni panjar yonida bo'ladigan janglarni yoqtirishmaydi. Mana tanaga kuchli zarbani yo'lladi Isayev. Bir marotaba shu 10 soniya menimcha kerak emas. Shunchaki jangni yakunlab qo'yish lozim. Umuman jang boshlanishi to'g'ri boshlangan. Va birinchi raund o'z yakuniga